Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollardan bayat olayotganlarida Allohga shirk keltirmaysizlar va hokazo deb oxirida keyin shu zino qilmaysizlar deb bayat olganlar. Ana shunda yangi islomga kirgan Hind shunday qo'li bilan yuzini yopib, yuziga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tikila olmay qolgan. Yangi islomga kirayotgan xotin. Avatasnil hurra, hur ayol ham zino qiladimi degan qarang. Ya'ni dinga kirishdayoq o'zi dinni tushunmasdanoq o'zi bilgan o'z zino qilinish harom. Uyat ish bu. Sharmandalik bu. Cho'rlarda ishi bu, cho'rindilarda. Imom Buxoriy keltirganlar Abu Roja rahimahullohdan u kishi aytganlar, men bir maymunni ko'rdim. Bir maymun bilan zino qilganda maymunlar to'planib toshbo'ron qilib tashladi o'sha erkak maymunni ham ayol maymunni ham deganlar. Ko'ryapsizmi? Hatto hayvonot olamida bor bu narsa. Arslonni ko'rsatishyapti. Bir ayol sherni bug'ib o'ldiryapti. Nimaga desa xiyonat qilgan ekan. Ko'ryapsizmi? Hatto kofirda, hatto bir hayvonot olamida fitratan o'zi ma'lum narsa, zino harom. Uni bilish uchun ilm kerak emas, uni bilish uchun shariat kerak emas. Shariat faqat shu narsani insonga ta'kidlab tushgan. Buni aytishimiz sababi ba'zi shunaqa ishlarni qilib yuradi hozir. Zinomi, ungacha olib boradigan muqaddimami, masalan gaplashib yuradi yigit qiz bir-bir bilan. Nima qilyapsan siz? Bilmabman yomonligini deydi keyin. Yolg'on. Yomonligini bilmasang ota-onangning oldida aytib qola olasanmi shu ishni? Mahalla kuyda oldida qila olasanmi? Yo'q. Demak sen bilasan bu ish yomonligini. Shuni bilginki, gunohingni oqlashing gunohingdan yomon narsa. Tan ol gunoh qilganingni. Gunohni tan olmaslik iblisning ishi. Iblis ham gunoh qilgan, Odam alayhissalom ham gunoh qilgan, lekin farq nimada? Iblis haligacha tan olgan yo'q gunohini. Odam alayhissalom esa gunoh qilganlarda tan olganlar, Robbana zolamna anfusana deb. Sen qara kimni zurriyotisan? Iblisnimi, Odam alayhissalomnimi? Tomiringda iblisni qoni oqyaptimi, Odam alayhissalomnimi? Tomiringda iblisni qoni oqayotgan bo'lsa, ana shu iblisga o'xshab o'zingni oqlaysan. Nima qilibdi? Bilmabman, endi shunga shunchami?